Hop, bismillah, hammaga assalomu alaykum. Bugungi gaplashadigan gapimiz nimaga arzonchi mebelchidan qochish kerak, yo'qsa arzon mebeldan qochish kerak, shu haqida gaplashamiz. Hop. Bu obyektga biz bir oy oldin kelib, hamma zamirlarni olib hisoblab berganmiz. Hop, bizdan keyin kelgan mebelchi arzon hisoblab bergan va ishlarni boshlagandan keyin u mebelchi bilan kelishilmagan. Sababi mana bu oshxona mebel o'rnatishgan paytda bu butun korpus, oshxona mebelning butun korpusi. Buni o'zlarincha joylasizlar. Butun korpus, endi sanuzlar qismi metr tugagan. U endi usta deymizmi, nima deymiz, o'zlaringiz bilasizlar. Butun korpusni kesib o'rab, buni ulab bergan. O'zinglar yana qattiqroq qilmasam ikkilar tushib ketadi. Hatta maqsad kimdir aybini ochilishi, yo'qsa kimdir ustidan kulish emas. Endi asosan uyda egalari yo'qsa dizaynerlar mebelga buyurtma berayotganda, umuman bu soha egasiga ish berayotganda o'zini haqiqiy professional egasiga, ustasiga aytinglar. Arzimagan puldan qochmasdan, albatta endi biz ish boshladik. Boshqona mebelda ochishga boshqa yangi o'zimizning dizayn proyekt asosida mebellarimizni qo'yib beramiz. Ishimizni boshlaganmiz, ishlarimiz sekret eshiklar bilan shkaflar, priyoshalar boshlab berganmiz. Batga tvizona bo'ladi. Kirishdan qo'limiz detski, aytdim, oshxona yo'l bo'ladi. Spanli vat bo'ladi. Batani mehmonxona qilamiz batlarni. Xudo xohlasa bizni kuzatib boringlar. Shuncha qilayotgan mehnatimiz, arzimagan mehnatimiz sizni laykiga yarasa layk bosib qo'ying. Kuzatib boring, podpiska bosib qo'ying. Tanlovlaringiz sog' bo'lsin.